Bakalavr va magistraturani Turkiyada tamomlagan qiz sifatida Turkiyada o'qishning afzalliklari haqida sizga gapirib bermoqchiman. Turkiya musulmon davlat. Bu yerda halol ovqat topish degan muammo bo'lmaydi. Kontrakt narxlari arzongina va siz turk tilini ham 1-2 oyda osongina o'rganib olasiz va ham ishlab, ham o'qiydigan sharoit qilib olasiz. Agar siz ingliz tilini biladigan bo'lsangiz, учебный sentrlarda ingliz tilidan kurs ham o'tishingiz mumkin. Undan tashqari, ingliz tilini biladigan bo'lsangiz, Yevropada bir semestr stipendiya olib o'qishingiz ham mumkin. Har bir universitetga oid qizlar va o'g'il bolalarga alohida yotoqxonalar ham mavjud va ularning ham narxi unchalik qimmat emas. Undan tashqari, u yotoqxonada 2 mahal ovqat va tozalik xizmatlari ham mavjud. Universitetda aktiv va a'lochi student bo'lsangiz, siz universitet homiylari tomonidan har oy stipendiya ham olishingiz mumkin. Turkiyaning davlat universitetlariga O'zbekiston talabalari imtihonsiz qabul qilinadi. Agar siz ham Turkiya universitetlariga topshirmoqchi bo'lsangiz, menga murojaat qiling. Albatta sizga yordam beraman.